Hem de yani şuna olan birge bugünkü dünyada bütün meyli garip olsun, Amerika'nın ahırkı Trump'ın ziyaretini mi gördük. Avrupa olsun, hemmesi Xitay bilen ziç bir ticari şekilde veya ki müştemillet zincirde ciddi malum neslerge bağlanıp qalğanlıq sebeplik hiç bu tili tutulup kaldığan bazı meselelerde ameli bir bu nesni iniq ko'ryapmiz. Çünkü real siyasetga qarata harakat qilishga ular majbur bo'lgan bir yerda. Shu hamda sizningcha shu g'arbninki tutayotgan Uyghur meselesiga, Sharq Turkiston meselesiga tutayotgan pozitsiyasi haqiqiy bir kishilik huquq qimmat qarishi sabablikmi yoki shu Xitoy bilan bo'lgan geopolitikalik bir siyasetninki kurashdagi bir siyosiy qoral deb qaraymiz buni. Hozir kuch talashish-chu, davlatlar orasidagi bizda chiroyliqlashtirib deyotgan diplomatik munosabat degan gapning o'zining keyinda nurg'un iqtisodiy manfaatlarni talashishdan boshqa kuch talash, dunyoga ega bo'lmaydigan bir kuchni talashishdek bir realniy bir ularning o'rtasidagi raqobatlarning asli manbasi mavjud hamda. Shuning uchun bu manfaatlar orasida bizdek bir cho'ng davlatlarga nisbatan bizdek bir texi mustaqilligimizni qo'lga olmagan va dunyoga ancha ichilib ketolmagan millatning manfaati nihoyatda qisqilchilikda kelayotganligini hammamiz ko'ryapmiz. Bu bir reallik hamda. Hakikaten şu 2016 yıldan keyin bütün dünya bizning derdimizni anglab, ko'rib, his qilgan bo'lsa-mu, tadbir olmaslığı. Hem de hozir irqiy qirg'inchilik deb tonishning o'zimi simbol xarakterliklar hamma inson haqlariga ahamiyat beradigan bir davlat deganning belgisidagi birini deb ko'rinadigan bo'lib qoldi. Amaliy tadbir yo'q. Ammo uni tadbirni oldirishmi bizning qo'limizda deb qarayman tadbiri. Bizning tadbirimizga munosabatli deb qarayman. Masalan, şu Amerikada qonunlar yo'lga qo'yilishga boshildi, ma'qullangandan boshqa hech qanday bir mushtaq tashqi bir masalalarda birlikka kelmaydigan jumhuriyatchilar bilan demokratchilar bu ikki partiyaning o'rtaq, ya'ni birlikka kelgan masalasining birsiga aylandi hamda. Xo'sh. O'xshash o'tirib jo'zdimda tahlil qila oladigan, shuning ustida qaror chiqara oladigan bir masala shu Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni qanday qilib to'sash va Uyg'urlarga yordam berish masalasida Amerika xeyli bir qonunlarni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, afsus, ko'pinchisi tex amallashmadi. Bu amallashtirish uchun shu Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarimi davomli kuchayotdi. Buni texmi kuchaytirishga to'g'ri keldi. Har davlatning siyosiy yo'lida o'xshamagan tadbirlar bo'ldi. Menimcha bundan keyin qaror ma'qullangan ekan, asta-asta tadbirlarmi ilinishi mumkin. Chet ellardami masalan, men Magnitskiy inson haqlari mukofotining bir sohibi. Bu Magnitskiy qonuni degan Magnitskiy kishilik huquq qonuni degan bir narsa, bak oddiy narsa emas bu. Garchi simvollik bir jazolash qonuni quroli bo'lsa-mu, bunun xeyli zarbisi var-ku. Hatta bunu hozir qo'llanayotgan davlatlar ancha ko'p emas. Biz yashayotgan davlatlarda mush qonunni tonishtirish bir vazifamiz var-ku. Voy biz qanday qilatdik, nim qilib bersak bo'ldi deganlarga hech bo'lmasa, mana Magnitskiy inson haqlari qonuni orqali mushu zulmda, ya'ni irqiy qirg'inchilikda qo'liba Xitoy hokimiyatining kadrlarini, shu katta boshlarni ashni yurgizgan har bir mushu organlarni viza vermeslik, ularning iqtisodini to'nglatish, masalan, darhol chegirdan qo'g'lab chiqarib etish, uning urug' tuqqanlariga viza vermaslikdek mushundaq bir qator tadbirlar bor. Mushuni qo'llanishimiz deb oldiga sunishimiz kerak, to'xtamasdan. Qurol yo'q emas, bor, uni ishlatish kerak. Tadbiring qanday bo'lsa, taqdiring shundaq bo'ladi deb. Xo'sh. Mangli qilib deb yig'lab o'tmay, bizmi ashlarning qonunlari yo'l qo'ygan asosda shu tadbirlarni o'rganib, bizga o'xshash taqdirdagi millatlar qanday narsalardan foydalanib o'zini qo'g'dab etibdi degan narsalarni tadqiq qilib, tadbirlarni ishlab chiqaradigan bir tadqiqot markazimiz bo'lishi kerakmi deb o'ylayman, dunyodagi qonunlardan foydalanib-chi. Bundan keyin buni o'zimiz ching tutmasak, o'zimiz dunyoning qari yo'q desak, albatta hech kim dardimizni anglamaydi. Shu buni davomlashtirishda izchillik kerak, to'xtamaslik kerak.
Kichik bir misolni olay, men bir şu Amerikadagi Yahudi qirg'inchiligining bir cho'ng muzeyi bor endi Amerikada. Shu har xil lager shohidlari o'z vaqtidagi natsistlar tarafidan lagerlarga qamilib o'lib ketganlarning bolalarini mu shohid deb hisoblab, ashlardan avatgan hikoyalar, qanday chiqqan bir qo'lyozma va hammani saqlaydigan bir cho'ng muzey. Shu Yahudi irqiy qirg'inchiligini anlatadigan bir o'rin. Ashlarning tajribasidan o'rganishimiz kerakchi, ulardan o'rganadigan narsalar bor. Ashlar, masalan, bir emailga meni kirgizib qo'ygan bo'lsa, bir ma'lum bir suhbat o'tkazish uchun mendan e'lingan bir emailga to'xtamasdan haftada bir men ta'sirlantiradigan hikoyani avatadichu. Uni minglagan, millionlagan odamga avatadi ular. Mana qarama, bizning mundaq shohidimiz, bu munda bugun qiyinchiliklarga uchirdi. Qanchalik mehribonligini ifodalash orqali buningga hissdashligini ifodalaysa deb chiroyli so'z iboralarni avatish orqali sizni ashlarga azroq bo'lsa pul i'ona qilishga rag'batlantirdi. To'xtamaydi bu narsa. Bir qitim email bilan to'xtamaydi. Masalan, bizning tashkilotlarimiz ashta qilamdi, o'zlari bilan aloqalashgan axborotchilar bo'lsin va yoki boshqa tashkilotlarning inson huquqlari faoliyatchilarining emaillari qo'lda bo'lsa yoki hukumat amaldorlarining chet ellardagi biz bir qitim so'zlashimiz yoki bir ishga berib dardimizni anglatdik deb yenib kelamiz. Biz a kuni borgandik, yininga bundalarni so'zlashgandik. Sen qanday qarayapsan deb email silish kerak. Buni qanday javob bersa deb silish kerak. Biz sendan bundan kutyapmiz deb yana qo'yib bermaslik kerak. Bu izchillik hamiyat ishlandi-ku. Shu bir ishni boshlagan ekanmiz, buni keyinda turishimiz kerak, keyinda yugurishimiz kerak deb ashta o'ylayman. Izchillikning tamam bir natijasi bo'ldi menimcha. Shu. Haqiqatan. Ishqilib tashkilotlarning nurg'un qildigan ishlarimiz bor. Shu hozirgi yangi texnikalardan qanday foydalanishni shu peshqadamlarimizni o'rganish kerak. Hozir javob turishimiz kerak masalan. Shu.